Komil Yormatov nomidagi O'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan. Dublyajda artistlardan Xayr, biz qaytib ko'rishmaymiz. G'ururligimdan ketayotganim yo'q. Boshqa ilojim yo'q edi. Och yalang'och bechoralar, siz qanday qilib bu tabiiy ofatlarga turush berasiz? Men odatda hech qachon kechasi xonamdan tashqariga chiqmayman. Lekin siz menga bu xizmatim uchun mo'maygina pul va'da qilgandingiz. Dilim og'ridi. Qattiq xafa bo'ldim. Aeroportda o'tirib, obdon o'yladim. Bu yerda eshitganlarimni hammasi sarguzasht romanga o'xshaydi. Albatta tagiga yetishim kerak. O'kiraver, Sherxon, o'kiraver. Hali shunday kun keladiki. Xullas, agar yana do'stlaringni ko'rishni istasang, aytganimni qilasan. Tushundingmi? Men o'zgarmayman. Agar meni aralab tashlashsa ham, boshimdan oyog'imgacha. Men o'lsam, bola chaqam qaysi mozorga borib yig'laydi? Ulug' ayon kunlari qaysi go'r ustida chiroq yoqadi? Yog'lamali qilmay qo'ya qolinglar. Unaqangi rasm yo'q, bizda men xizmatdaman. Keldinglarmi? Boj to'lang-ku. Ketavering. Oyog'ini qara, oyog'ini. Yosh qiz, yosh qiz. Soat necha bo'ldi? Hali ko'rasan. Oyim bilan ham mendek o'g'illari borligidan faxrlanib yuradilar. Ichim to'la talant. Ketsang ketaver o'sha Londoningga. Sensiz ham yashayveraman. Hammasi yolg'on. Nega tushunmaysan? Buni hammasi yolg'on. Ularning gapiga ishonma o'g'lim. Menga qara. Ketma. Bu daqiqani men 28 yil 2 oy 19 kun kutdim. To'g'ri gapni qo'riqchi itdek doim hovliga qo'shadi. Yolg'on so'z xushomadga tozga o'xshaydi. Izzatini joyiga qo'yib so'rashni ham bilmading. Sen menga do'st qo'lini cho'zayotganing yo'q. Hatto meni cho'qintirgan ota deyishga ham tiling bormayapti. Bu dunyoda yolg'iz jonga juda qiyin. Boshimdan o'tgan. Shamol qanchalik kiranmasin, tog' hech qachon tiz cho'kmaydi. men sizni sevardim. Sevgim ehtimol qalbimda butunlay so'nmagan hali. Biz rozimiz. Erdan chiqqaniga ham, bolasi boriga ham, sal asabi chatog'iga ham. Siz bilan o'tkazgan kunlarimni, hayotimning eng baxtiyor kunlari sifatida to abad eslab yuraman. Salom, knyaz, o'ktab o'g'lon. Nega holing parishon? Choyni anchon icharmiz. Bir ko'rgan bilish, ikki ko'rgan tanish deydilar. Yana qaytamiz bolalik tomon. Shirin orzularning yorug' qasriga. Shaxsan men uchun bu eng og'ir judolik. Shu bois men qalbimda og'ir alam bilan Siz bilan yana qachon, qay tarzda ko'rishishimizni bilmayman. Xudodan iltijo qilingki, qayta uchrashmaylik. To'ppa-to'g'ri, mehmonlar orasida Radzevlar, Sakevich, biz Chinskilar ham bor edik. Biz anklonlarmiz. Bobokalonlarimiz yovuz kishilardan qochib shu yerga kelib qolishgan. Nima ularni boshqa ishi yo'qmi? Hozir ular yuvinish taraddudida. Magazin yurib, apelsin, archa, shampanskiy. Petrusha. Ozibsan juda. Juda ozib ketibsan. Dedimi bolam? Chinor tagiga dadayning qoni to'kilgan. Ibodat qil, osiy banda. Kalimangni keltiraver. Ikki og'ayni eski jivo tomon yugurdilar. Devorlarning birida yopishtirilgan afishada Bordi-yu unga derazadan kallang bilan pastga sakra deganingda, ikki dunyoda ham sakramasdi. Xalq o'zining xaloskorlari Bachka Bo'rnashning mustaqil armiyasini har bir yerda zo'r quvonch bilan kutib olmoqda. Bugun menga belamor olib kelishmadi. Gohida shunaqa bo'lib turadi. Men hammaga haligi belamor yo'q, belamor deya berib charchadim.